Qarindoshlar gruppasi bu Telegram ichida ochilgan boshqa planet. Kimdir faqat duo tashlaydi, kimdir faqat reklama. Har kuni bir qarindoshingiz bu duoni o'qisang 7 kunda boyib ketasan deb video tashlaydi. Odamni o'zi buni 7 yil davomida tashlayotgan bo'lsa ham, hali ham kvartirasi ipotekada. Kimdir yangi mashina olsa, mashina rasmini tashlaydi. Guruh portlaydi, tabriklaymiz deb. Sizda hamma telefondagi kalkulyatorni chiqarib, mashina qancha turishini hisoblab chiqadi. Bitta qarindoshingiz bo'ladi. Yozganda hamma harflarni katta harflar bilan yozadi. Menga salom so'zini ham xuddi urushga chaqirayotgandek qilib yozadi. Odam kasal bo'lsa, "Men tezroq sog'ayib ket" deb yozadi. Endi issiq sho'rva olib boradigan odam topilmaydi. Faqat smaylik bilan davolashadi. Bitta aqlli qarindoshingiz bo'ladi. Telefon zarar, unga qarashlik ko'zni xira qiladi degan videolarni Instagramdan topib, unga 3 mahal tashlab turadi. Eng qizig'i, yangi kelin gruppaga qo'shilganda, hamma xush kelibsiz deydi, 5 minut o'tib, unga uy ishlari haqida maslahatlar darsi boshlanadi. Gruppada eng sayohatchi odam bor. Bir marta ko'chaga chiqsa ham gruppani yopish kerak. Parkka chiqsa 37 ta rasm. Mana man daraxt yonida, man boshqa daraxt yonida, man o'sha birinchi daraxt yonida, lekin boshqa burchakdan. Bu rasmlarni ko'rib, daraxtning bargi sarg'ayib, barglarni to'ka boshlaydi. Bolalari rasmda